Endi qarang, chet el artistlari bilan biz o'zbek ashulachilari nima farqi bor? Men aytaman, chet el ashulachilari qimmat. Bizning o'zbek ashulachilarimiz arzon, Xitoyga borliga o'xshaydi. Suv tekinda arzon, o'shancha ko'p. Ya Amerikada Michael Jackson degan ashulachi o'lib qoldi. Xudo rahmat qilsin, musulmonchilikni qabul qilgan ekan. Amerika 3 oy ko'mdi Michael Jackson. Bitta artistga, u ham yetmaganday duxiy chiqardi. Michael Jackson. Ayollar, qizlar, sizlar uchun talash, otliqqa ham yo'q. $500 turadi. Duxiy Michael Jackson. O'zbekni puliga aylantirsangiz, 1 million so'mga eringiz duxiy olib beradi. Qilsangiz Michael Jacksonning hidi chiqadi. Talash yo'q. Madonna degan ashulachisi duxiy chiqardi. Madonna $500. Whitney Houston degan ashulachi $300 ga duxiy chiqardi. Whitney degan Leonardo DiCaprio degan artist bor, Titanic degan kinoda o'ynagan, u palakat ham duxiy chiqardi. O'zining nomiga DiCaprio deb palakat. $500. Rossiyada Alla Pugacheva degan ashulachi Kamper 64 ga chiqqan. Alla degan duxiy chiqardi, $300. Bizning ashulachilar nima chiqaryapti? Bular qurtam chiqarayotgani yo'q. Hech kim olmaydi-da, kim oladi? Masalan, duxiy Ortiq Otajonov. Separmi deylar ayollar? Siz Ortiq akamga kelib tursa. Eringiz keladi. Sendan nimaga Ortiq Otajonov kelyapti? Bu yoqqa yurchi deydi. Yoki duxiy Sherali Jo'rayev. Voy. Yoki tualetnayevada Ravshan Komilov. Mana Ozodbekni yaxshi ko'ramiz do'stlar. Ozodbek Nazarbekov degan duxiy chiqsa olarmi deylar, to'g'risi? Qizlar olarmi deylar? Ha? Voy. Bilasiz, bundan qanaqa hid chiqadi? Gapingizni qarang. Olaman deydi. Uyingizga olib borib beraman Ozodni o'zini. Duxiysini nima qilasiz? Ozodning nomiga duxiy chiqarib bo'lmaydi. Ozodning nomiga Kirsovun chiqarish mumkin. Kirsovun Ozodbek. Mayli, siz juda yaxshi ko'rar ekansiz. Atirsovun, mayli. Ozoda Nursaidova nomiga duxiy chiqarib bo'ladimi? Duxiy Ozoda Nursaidova. 18 so'm 25 teng. Ozodaning nomiga kir yuvadigan parashok chiqarish mumkin. Taytni o'rniga Ozoda top-toza qiyvat. Dezodoran Sardor Rahimxon. Qo'lton tegi sepishdan u yog'iga yaramaydi. To'g'risi? Ana bir ashulachilar chiqqan. Oybek bilan Nigora. Bilasizlarmi? Shular nomiga duxiy chiqarsa olarmi deylar? Qo'ysangiz-chi. Oybek Nigoraning nomiga shampun chiqarsa bo'ladi, shampun. Ha? Shampun Oybek и Nigora 2 в 1. Yaxshi-ku. Yo, men o'zimni ham chetda olib qo'yayotganman. Masalan, duxiy Obid Asonov. Itam olmaydi. Chirib ketadi magazinda. O'zim ham olmayman. Kerak emas. Unaqa duxiy, men o'zim bilaman hidim qanaqaligini. Meni nomimga Dixlafoz chiqarsa bo'ladi, Dixlafoz. Tashni o'ldiradigan. Xotin eriga aytsa, "Dadasi Obidni berib turing, oshxonada tarakan ko'payib ketibdi." Obidni boshini bosib, Obid taraka o'ldiryapti. To'g'risi, endi arzon bizda nima qilamiz? Mish-mish ko'p artistlar to'g'risida. Obid Ason peshdilarmi? Ha? Chochini bo'yar ekan. Kim aytdi bu gapni? O'zimni chochim xudoga shukr, o'zi qora, zavoddan shunaqa chiqqan, nima qilay endi? Yildiz Usmonova, eshitdinglarmi Yildiz Usmonovani? Tug'ibdi. Eshitdinglarmi? Voy, Buxoroga kim edi bu gap? Keldimi? Kim biladi, tug'dimi, tug'madimi? Ana tug'di, billa tuqqanlar gapiryapti. Siz yonidagi palatada yotibmidingiz Turkiyada? To'chni aytayapti mana, tug'ibdi. Ha, tug'gan. O'g'il tug'ibdi. Turkiyada eng dahshati o'g'lini apti, xuddi Obid Asonov o'zmish. Men prichom? Men Moskvada yurdim vobshe. Jinnimi bu odamlar? Ozodbek Nazarbekov qamalibdi. Ha, kecha to'yda birga edik. Bo'lishi mumkin. Qamoqdan chiqib, ashula aytib, qaytib kirib ketayotganmish. Topgan pulini turmani nachalnigi bilan ikkiga bo'layotganmish. Qattan topadi odamlar bunaqa gap. Gulsanam Mamazoitovani bilasizlar? Erdan ajrashibdi. Ajrashibdi. Nimaga desam, qo'shnim xotinlar aytayapti. Voy, qiz tug'gan ekan, eri menga qiz kerak emas deb qo'yib yuboribdi. Voy bechora Gulsanam, ersiz qolib ketdimi? Yo. G'ulomjon Yoqubov poylab turgan ekan, shart o'ylanyapti. Yana qo'shib qo'yishadi. G'ulom xotinboz. Men aytdim, g'ulom xotinboz emas, xotinlar g'ulomboz.
G'ulom akada ayb yo'q. G'ulom akani birinchi ashulasiga raqsga tushgan raqqosalar hozir uyda tushgan tishini sanab o'tiribdi. G'ulom aka hali ham ashula aytadi, qoyil qolish kerak. Mavluda Asalxo'jayevani yaxshi ko'rasizlarmi? Mana Danisovda yotibdi hozir bechara. Kasal, borib ko'rib kelinglar Toshkentga. Yosharaman deb ayol kishida yuzini torttiribdi. Ayollar biladi, Toshkentda shunaqa doktorlar bor. $500 pul bersangiz, yuzingizdagi hamma ortiqcha terini yig'ishtirib, tomog'ini tagiga tiqib qo'yadi. Mavluda 500 emas, $1000 beribdi. Yaxshilab torting debdi. Doktori kayfi bor ekan, vobshim tortib yuboribdi. Nimaga xursand bo'lasizlar, ayollar? Ko'zini teshigi og'ziga to'g'ri kelib qopti. Bu qanaqa ashula aytadi? Voy, sizlarga xursandchilik bo'lsa, qotib o'tiribsizlar. Birov o'laydi, birov kuladi. Ko'rolmaysizlar-da bir-biringlarni. Ayollar mana shunaqa emas. Sayyora Qoziyevani eshitdinglarmi? Voy, yosharib ketibdi-yu. Televizorda o'zi yosh bo'lib chiquvdi. Sapsim yosharib ketibdi. Yoshartiradigan dori ichayotgan ekan. Qog'ozini o'qimasdan hammasini bitta ichib olgan ekan. Sho, bog'chaga chiqayotganmish. Eng dahshati er olib chiqayotganmish. Topshirib yuboring dedimga desa, yo'q debdi. Nega desa, "Yo, qancha pulga uylanganman. Katta qilsam, o'zim boshqatdan uylanaman" debdi. Ana. Hammasi yolg'on. Birortasiga ishonmaylar. Bo'lmagan gap. Men sizga bitta rost gap aytaman. Moskvada, boya aytdim, bir oyog'im ushoqda, ko'p boraman Rossiyaga. Shu Moskvada Maksim Galkin degan qiziqchi bor, bilasizlar-a? Кто хочет стать миллионером degan ko'rsatuvni olib borardi. Litnikovoy periodlarni olib boradi bir narsalarni. Zo'r san'atkor. 29 yashar shu Maksim Galkin naq 64 yoshga chiqqan Alla Borisovna Pugachovaga uylandi. Men aytdim, "Malades, boplading." Chunki kampir pishib turibdi. Erta-perta bu dunyo bilan xayrlashadi. Zato hamma puli shu yigitga qoladi. O'zi men Rossiyaga qatnayotganim, men uylanmoqchi edim o'sha kampirga. Falakat malinki deganmish. Qattan bildingizmi, malinkimi, balshmaymi o'la. Jahlim chiqdi. Endi o'zim Toshkentda uylana olmayman, quda andalayman, qizlarimni uzatdim, uyat bo'ladi endi qudalarning oldida yana uylansam. Lekin yo'lini topdim. Haligi qizlarimizni yaxshi ko'radigan ashulachi bor, Sardor Rahimxon. O'sha uylanmagan ekan. Men aytdim, "Sardor, pullik ish bor. Nima qilaman?" dedi. "Uylanasan" dedim. "Kimga?" dedi. "Olmaxon Hayitovaga" dedim. Sizlar kulasizlar, u kishida ham pul ko'p. Men Olmaxon opaga tan beraman. 70 dan oshdi, babushka. Lekin tor chalib ashula aytadi. Mana Rustamjon chiqyapti qup-quruq, bu torni ko'tara olmaydi. Qaysi erkak ashulachi tor chalyapti? Menga aytinglar. Samarqandda Olmaxon opa ashula aytayapti. Tor haligi yog'ochdan yasalgan instrument 8 kilo. Torni chalib, "Gal ha, keladi, gal ha, keladi." O'yotib kelgan joydan. G'iyos Baytoyev kirib keldi, mo'ylovi bilan, hech balo yo'q. Aytdim, "G'iyos Baytoyev, Olmaxon opa ko'targan torni siz ko'tara olmaysizmi?" desam, G'iyos Baytoyev g'alati gap gapirdi. Aytaveraymi? Xafa bo'lsanglar ayollar, G'iyos qarg'aysizlar, meni emas. Nimaga Olmaxon opa ko'targan torni siz ko'tara olmaysiz desam, G'iyos Baytoyev, "Endi Abid aka, Olmaxon opaga tor ko'tarish udobniyda. Bizga neudobniyda" dedi. Ana kimdir tushundi. To'qaydi. Yo, o'ylab qarasam, rostdan ham G'iyosga neudobniy. Ha, u teksu randalangan taxtaga o'xshaydi. Torni qayerga qo'yadi bechara? Olmaxon opada, ikkita tor sig'adigan joy bor. To'g'risida